Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Cherry Aday Astar rasmiy kanaliga xush kelibsiz. Bugungi obzorimizda siz bilan Cherry avtomobilini yorqin ranglarda ko'rsatilgan avtomobillarni ko'rib chiqamiz. Eng qiziq ma'lumotlar faqatgina Cherry Aday Astar cho'ponotida. Videoni ko'rishdan oldin bitta like, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz videoni boshladik. Bugungi obzorimizda sizlar bilan Arizo 6 avtomobilining narxlari, boshlang'ich to'lovi hamda Tiggo 9 gibrid hamda gibrid avtomobillarimiz qisqacha ko'rib o'tamiz. Bugungi obzorimizda ko'rib turganingizda ikkita yorqin rangdagi juda chiroyli avtomobilimiz Arizo 6 1.5 motorli turbina eng full intelligent pozitsiyasi. Bu avtomobillarimiz hozirgi kunda eng minimal boshlang'ich to'lov 15% bilan 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga bo'lib to'lashga chiqarib beryapmiz. Hamda eng qizig'i barcha qo'yilayotgan qo'shimcha jihozlaringizda shartnoma asosida ichiga qo'shib bo'lib to'lashga xarid qilsangiz ham bo'ladi. Bu degani qanday? Misol olaylik, broneplyonka qilmoqchisiz avtomobilingizda, uni ham shartnomangizda ichiga qilib 5 yil bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Tak, bugungi obzorimiz agar mana shularga kelayotgan bo'lsak, bu avtomobillarimiz hozirgi kunda eng topga chiqqan avtomobillardan biri hisoblanadi. Eng full pozitsiyasi bu avtomobilimizda 279 million 900. Naqdga xarid qilsangiz, qanaqadir miqdorda chegirma hamda sizga foyda asosida xarid qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bu avtomobillarimiz hozirgi kunda Aday Master Cherry cho'ponotida mutlaq ochratlarsiz, kutib o'tirmasdan shunday bir kun ichida bitta pasport evaziga xarid qilib ketishingiz mumkin. Ozgina ko'rib o'tamiz. Bu avtomobilimiz oldi faralari LED premium bo'ladi. Dishotkalarga o'zgacha e'tibor beramiz. Bu Arizo 6 gibrid avtomobilimiz. Gibrid deb adashibman salgina. 360 kamera, слепой zona, бесключевой достуp, cruise control, adaptivniy cruise control, ujizaning hammasi bor bunda. Sidenlarimiz polniy elektronni bo'ladi. Salon qismlarimiz ham kojadan ishlangan bo'ladi. Salon qismimizga ko'rgan bo'lsak, 360 kamera, Eco Sport rejimlari bor. Polosha udержания, multi monitor, kattagina monitorchasi. Eng asosiysi, bunga YouTube uстановка qilsa bo'ladi. Quvvatlagich simsiz, muzika akustikalari juda o'zgacha ishlangan, rullarda ham polniy knopkalari, Look desangiz look bor. Tanlatsan, orqa o'rindig'ini ko'ramiz. Orqalari ham juda keng. 5 kishi oila ba'zi zo'r bemalol mana ko'rsangiz agar hamma narsasi mana JYV. Bu polniy o'zimizda Jizzaxda ishlab chiqarilgan avtomobil. Bagaj qismimiz ham juda keng bo'ladi. Bunisiga yopiq ekan. Bagajlari yopiq ekan. Bu avtomobillarimiz orqa parktoyniklari. Aday Master Cherry cho'poniga tashlab yurib, buni bir kunda ichida avtomobilda xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Menejerlarimizga tashlab yuring, menejerlarimiz bilan uchrashing va menejerlarimiz sizga batafsil ma'lumotni berishadi. Hamda sizga bir kun ichida qanday chiqarib ketish, qanaqa shartlar hamda qulay foyda shartlari asosida olib chiqib ketishdi, hammasini ko'rsatib o'tdi. Endi ko'rayotgan avtomobilimiz Tiggo 9 gibrid avtomobilimiz. Eng zo'r shartlar hozirgi kunda shu oyda oxirigacha deyishim ham mumkin, chunki gibrid avtomobillarimizga shu oyda oxirigacha zo'r shartlar ochilgan. Gibrid avtomobillarimizda hozirgi kunda siz 30% boshlang'ich to'lov, 25% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Ko'p mijozlarimiz bo'lib to'lash xohlaganda sizlar uchun mana gibrid avtomobilimiz. Bu mashinamiz gibrid 1400 kilometr bemalol yurib beradi. O'zim sinovdan o'tkazdim bu avtomobilda, chunki taqdimotiga borganimda haydab bordik bu avtomobilda Jizzaxga va o'zini yo'lda tutishini juda ham zo'r ko'rsatdi. Bu avtomobilimiz juda ham yumshoq, diskalari ham o'zgacha. Mana operatorda ko'rsatib o'ting. Diskalarni ko'ryapsan? Zo'r ishlangan. Kovunli litiy diski bo'ladi. Metal qalin 90 metal 360 kamera, слепой zona, ruchkalarni qarang, ruchkalarni yumshoq ochiladi, yumshoq. Salonlarga bitta e'tibor beramiz. Даже manaqa deflektorlargacha, oynalaringizgacha deflektorlari bor. Sidenalari, polniy pamять siden, hamma narsa massaj sideniya, obduv, obogrev. Eng asosiysi bu orqa o'rindiqdagi komfortni bitta his qilasiz, chunki mana bu yerda sidenani boshqaradigan tizimi bor, mana ko'rsatib o'taman mana. Sideniya o'zi yuradi. Keyin mana bunisini ham siz bemalol boshqarsangiz bo'ladi mana. Ko'rsang, kolonkalarimiz premialniy akustika Sony bo'ladi. Pardachasiga o'zgacha e'tibor bering. Bunaqa pardalar faqat Maybach yoki qimmatbaho avtomobillarda bo'ladi, hamda eng qizig'i Cherry avtomobillarimizda. Bu avtomobilimizda hozir aytib o'taman, bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Keyingi obzorimizda sizga
mana shu avtomobilimizni test drive qilib, sinovdan o'tkazib, qanaqa funksiyalari bor, qanaqa qulayliklari bor, hammasini sizga ko'rsatib o'tamiz. Xayr, salomat bo'ling, keyingi chastini kutib qoling.